Nima qilaman endi? Nima qilaman endi? Endi men qochib ketishim kerak, O'zbekistondan chiqib ketishim kerak. Davay, bul. Yutdim. Bo'ldim do'stim. Bir oyda 2 ifodangiz bor. Bo'ldi do'stim. Ma'qulmi? Ma'qul. Telefonlar shumidi? Ha, mashlar. Qancha pulni qilib beralasan? 3 oyda qildim aka. Bo'ldi aka, 3 oyga senga 7000 yo'qda, pulni vaqtida qilib bergan. Aka pachkaga oxiri 3,5 mingga olib qolaman. Bo'ldi aka, 30 ga. Yutdim, onasini hamsan. Aka ketyapman, plyus tayyor menda. Endi stavkani kattaroq qilamiz. Mana aka 10,000% bilan. Bo'ldi uka. Endi menga 20 ming kerak, srochniy zarur. Yaxshi uka, mana 20 ming 35 ming bo'la bilasan. Xabarim bor. Billat. Yana tushdim. Yana o'ynayapsanmi shu o'yinda? Oxirini o'ylaysanmi bu ishlaringni? O'zi mana bu mashina ham variant bo'lsa. Uka mashinalar ko'rdingmi? Ko'rdim aka. 3 oyga mashinalar boshqa chiqqa qimmatga chiqadi. Mana o'zi 18 ming, mana o'zi 20 ming. Oldindan 5 ming to'lovi bor uka. O'ylaga yana 5 ming. Baraka. Bormi sensin? Qachon qarzini berasan? Qarzini berasanmi sen? Ertaga beraman to'p. Larz bergancha. 9dan qo'za qarayapman. Uyini sotib bo'lsa ham berasan. Bo'ldi, gap yo'q. Yana yutqizib qo'ydimmi? Nima qilaman endi? Endi men qochib ketishim kerak, O'zbekistondan chiqib ketishim kerak. Hayda tezda. Tinchlikmi, nima bo'ldi? O'zbekistondan tezda chiqib ketishim kerak. Men senga aytganman shu ishlarni qilmagin deb.